O'zbekistonda yangilik do'stlar, atigi 20 ming so'm bilan uylarni dekorativ holatda bemalol istalang bo'laveradi do'stlar. Qaranglar, buning uchun bizga oddiygina tunuka hamda mana shu shamimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shamda nima qulaylik bor deydigan sham ham olov vazifasini bajarib beradi, ham mana shunaqa yorug'lik hamda dekorativ vazifasini bajarib beradi do'stlar. Buning uchun bizga oddiygina tunukamiz, ya'ni karnayimiz hamda shamimiz kerak bo'ladi do'stlar. Ya'ni bu bunaqa katta xonalarni isitib berolmaydi do'stlar. Ozroq, kichkinaroq, misol uchun ma'lum bir muddatga, ma'lum bir daqiqa, ma'lum bir soatga isitib beradi xolos. Qanaqa qilib isitadi ekanicha qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni sham ham yorug'lik vazifasini bajarib beradi, ham qo'yganlaringda do'stlar karnayga issiq beradi. Issiq bergan hisobiga karnay yana ham qiziydi. Shuning uchun karnaydan chiqayotgan issiqlik yon atrofda bemalol isitishda yordam beradi. Bu 2 yo qorovulxona shunaqa joylarni bemalol silab bo'ladi. Nima uchun 20 ming so'm bo'ladi ekanicha kichkina karnaylar narxi 10 ming so'mdan, shamda narxi 5 ming so'm, 15 ming so'm va 20 ming so'm atrofida bemalol shunday tartibda kichikroq joylarni bemalol istalang bo'ladi. Bittadan like bosib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib, ixtiroyimiz yaxshimi yo'qmi o'z fikrlaringizni aytib o'tib ketasizlar.